Salom hammaga. Bugungi vlogim hayotimdagi eng esda qolarli kunlardan biri haqida. Parashyutdan sakradim. Sayohatim haqida qisqacha. Bu sarguzasht Malika bozoridan boshlandi. Demak, avval Nodir bilan Malika bozoriga bordik. Vlog va video uchun GoPro Action kamerasini 230 ming so'mga ijaraga oldik. $100 zaklat berdik. Hop. Bu hozir bizda orqa qaytga Assalomu alaykum hammaga. YouTube ahli, agar YouTube uchun bo'lsa yoki Instagram ahli. Nodirbek. Ayarlayapmiz aka. Soat 4 bo'ldi mana. Parashyutda sakrash uchun Qozog'istonni Shimkent shahrini zabt etish uchun yo'lga chiqyapmiz. Chet elga chiqamiz. Chet elga chiqyapmiz. Chet elga chiqyapmiz ekan. Chunki biz zagrafda olyapmiz. O'zimizcha chetga chiqyapmiz. Ashyolardan bo'ldi. Ashyolardan bo'ldi. Buni olaymi? 5 million. Kerak. Akkurat etib qoldi. Summani yaxshi. Marketing yaxshi. O'tkazib yechib, balonni yechib ketish o'tkazamiz deydi. Afsuski ikkalamiz qo'lamiz. $60. 05x ishlatamizmi? Ishlatib. Ishlating. Nega? Qorong'uroq. Nima ish boshlaydi? Juda ko'p narsa. Bilaman. Ishlatmang, iltimos. Hop. Xarab emas, iltimos. Hop. Bir ikki ishlating. Hop. Qo'ydingizmi? Ha, olyapman. Hop. Hop. O'chiring, bo'ldimi aka? Ustoz. Bizda davom etadi. Hozir sayohatimiz boshlanmasidan oldin albatta qayoqqa kiriladi? Xuddi dachaga chiqib ketganda, korzinkaga kirganday korzinkaga kiriladi. Keyin ertalab soat 5 da Qoplanbek postida bo'lishimiz kerak edi. Yo'lga chiqishdan oldin korzinkadan o'zimizga kerakli narsalarni oldik. 180 ming so'm bo'ldi. Jam. Вот такой красивый закат. Bizni sayohatimiz davom etadi. Qisqa metrajlardan so'ng. Afsuski zo'r joyga ko'chirib tashlashdi lekin. Afsuski Qozog'istonniki tutib qoldi. Qozog'istonniki tutib qoldi. Ben ishlagan. Menga SMS kelyapti. Bir roaming ishlab ketdi. Ultravaytmi? Qozog'istonga o'xshab ketdi. 14 kilometr. Hey, çok Hakka boramiz. Yaxshi mashina, komfort mashina. Yaxshi biz komanda. Мы в команде. Hop. Pasport ichida 1 gigabayt interneti, lekin mana bola igna olmagan. Nima olmaganmi? Igna olmagan. Nima qilamiz endi buni? Endi kimni xayoliga? Mana mana shu Yerdan nima cho'pak topib Qozog'istonning ko'chalari. Qo'yishmaydi ekan, albatta ham, o'zbeklarga o'xshab. Jigitlar, jigit. Antena bormi? Yo'q. Nima kelyapti bo'lmasa sizga? Menga Qozog'istonga xush kelsan deb. Ha. Good. Internet bilan. Xotki, telefon endi yo'q. Qozog'iston, prinsipi, ma'lum balki chegarani oldi bo'lgani uchunmi? O'zbekistondan farqini hozir sezaman. Qancha bir So'zlar boshqacha. qancha bir havo o'zgarish kerak edi-da. O'zimiz jentra aytdi. Mana bunaqa bolga o'xshagan odamlar. Hammasi anaqa,
Google bor hamma joyda. Hozir valyuta ayira boshlaymiz aka. Aqsh Airbus'dan o'ylaymiz. Aqsh Airbus'dan qilamiz aka hozir. Hozir valyuta almashtiryapmiz. Biz qancha oldik? Hozir valyuta almashtiryapmiz. Biz 3.900.000 almashtirdik. Chegaradan o'tdik, so'mni tengaga almashtirdik. Taksi xarajatlari 3.5 ming tenge bo'ldi. Shimkentga yaqinlashyapmiz. Deyarli bir xil Toshkent O'zbekiston magazinlari bilan bir xil mahsulot hamma narsasi. Qozoqcha faqat parvarda. Hamma narsa. Hamma narsa. Даже ichimliklar ham, suvlar ham. Lipton ko'k shay, Lipton. Ko'k shay. Ko'k chay. Va nihoyat Chimkentdagi Berkut aerodromiga yetib keldik. Bu yerda bizni Mama O'yla kutib oldi. Atrof bilan tanishtirdi, qoidalarni tushuntirdi. Birinchi dars faqat kuzatish bo'ldi. Bizdan oldingi gruppani samolyotdan qanday sakrashini va parashyutda qanday qo'nishini kuzatdik. На боевом 5-6 года. Hali, to'g'ri. Kayfmi? Keyin esa amaliy darslar boshlandi. Instruktor bizga hamma narsani to'liq ko'rsatdi. Приготовились, давай. Отошло в сторону. Samolyotdan qanday sakrash kerak, havoda o'zini qanday tutish kerak, qanday yerga qo'nish kerak, hammasini amalda ko'rsatib berdi. Va bularning hammasi juda ham foydali bo'ldi bizga. Keyin nazariy darslar boshlandi. Aleksandr bizga prezentatsiya orqali barcha nazariy bilimlarni tushuntirdi. Biz boshqa guruhlarni kuzatib, xatolarni ko'rdik va nimalarga e'tibor berish kerakligini bilib oldik. Aytgancha, kiyim bilan bog'liq muammo chiqdi. Biz bilmagandik, parashyutdan sakrash uchun yengi uzun, oyoqqa qalin oyoq kiyim kiyish kerak bo'lar ekan. Shunaqa qilib kiyim topishimizga to'g'ri keldi. Короче, hozir Shahzodda outfitini bullshit dedi instruktor. Outfitdan topib oyoq kiyimga bullshit dedi. Oxirgi tayyorgarlikda bizga parashyut qanday taqiladi, qanday ochiladi, zapas parashyut qanday ishlatiladi, hammasini o'rgatishdi. Keyin esa test. Agar testdan o'ta olmasangiz, samolyotga chiqish yo'q. Instruktor sizdan favqulodda holatlarda nima qilasiz deb savollar berib, savol-javob qiladi. Tibbiy ko'rikdan o'tdik. Qon bosimi 110 chiqdi, norma. Va endi samolyotga chiqish vaqti keldi. 20 kilolik parashyutni taqib samolyotga qarab yurganimda Только что взял. Кого взял? Не надо, Наталья! Ты сама прыгала, знаешь, нельзя отвлекать. Один видео. Возле самолета, пожалуйста. Потом снимай для чего, а? Вас снимаю. Вот же есть же как... Все, окей. Дай сюда. Дай телефон. Давайте. Нельзя вообще телефон брать. Хотя бы отправлять видео. ha, shunaqangi holatlar ham bo'lib turadi. Va nihoyat biz samolyotga chiqishni boshladik.
va samolyotda bizga yana bir bor qaytadan nima qilish kerakligini yaxshilab tushuntirishdi. Боком и выше, вплотную идем, вплотную. Дверь не трогаем. Боком, так, отлично, все, сидим. При взлете, наборе высоты придерживаемся железок, поручней, чтобы не скатиться вниз. Меньше разговоров, не ерзаем, сидим спокойно. Всякие какие разговоры будут, уже поставь. Без азарт. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue. I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall and it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let sky fall. Горам развернись, горам, да. Адыр, уходи туда, в Сайрам, далеко. Туда на стрелкой стой. На стрелкой стой. На стрелку, на стрелку, на стрелку, на стрелку. Так, стрелки подходите, на стрелкой стой, никуда не отходите. Где Нодир? Нодир! Я на стрелке. Адыр влево, подойди, влево. Нормально, что не будет. Я на чапке, я на чапке. Нормально, что ли? Надо влево отходи, влево. Смотри на дверь, на высотомер смотри. Посмотри, что будет разворачиваться, шагнуть прям за ним иди. И ты разворачивайся на стрелку, вставай. Стрелка готова. Men yashayapmanmi? Nodir, nimaga? Gapiringlar. Не лети за ним. Влево потяни, шагнуть хорошо влево. Давай, да, я потяну, да. Я здесь. Окей. Qiyin mazaga unchalik.
Keyingi hafta yana kelaman. Все, вот так иди. Надыр, вот так иди. Больше ничего не делай, вот так иди. На 300 будет, средний режим не забудь встать. Вот так иди. Шагнул за ним иди. Влево потяни. Вправо потяни, вправо. Вот так, молодец. Вправо, еще вправо потяни. Влево, 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 влево. Вы что, серьезно? Сейчас. Давай. Молодец, вот так иди. Молодец, хорошо идет. Tezlik beramiz, 200 metr tezlik berish kerak. Okey, tezlik berdim. Strelkaga qarab ketyapman. Va qo'ylarni qara, kichkinaligini. Ноги подними. Все, иди. Не бойся, так иди. Давай, сильно. Молодец. Arosh Nodir, yepladi, erkak. За ним шаг иди. Вот так он придумал. Так же идем сюда, подходи сюда поближе. Mushuk yepladi. Иди на холмы встали. Strelkaga boraman. Майк, один полный круг закрути. Чуть влево подтяни. Чуть влево. В среднем режиме постой еще немного. Постой еще в среднем режиме. Еще постой в среднем режиме. Да, постой. Все, разгоняй кубик. Дай скорость. Скорость дал? Все вместе. Скорость дал? Иди, ноги вместе. Иди. Не бойся. Окей. Давай. Вообще супер. Okey. Travma bormi? Один полный оборот. Ha, Travma men yo'q, buni oyoq uddaladim. Hech qanday travma yo'q. Qo'lga Faqat chizdirma. ajoyib hislar. Bu Balandlik hayotimdagi eng kuchli voqealardan biri bo'ldi. O'zimdan faxrlanaman va sizga shuni aytmoqchimanki, orzularingizdan hech qachon voz kechmang. Qo'rqinchli tuyulgan narsa aslida sizni kuchliroq qiladi. Shu bilan sizlar bilan hayotimdagi bir kunimni bo'lishdim. Agar video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentda savollarni yozing, izoh qoldiring va albatta kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolar bundan ham qiziqarli bo'ladi.